Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Bugungi sanamiz 11-dekabr 2025-yil. Jizzax Xo'romiy jamoasi yana bitta ustunovga kelganmiz. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Juma shahri. Jumaga ozroqgina yetmasdan, xo'p, adashmasam Charxin degan mahallaga keldik. Ozroqgina adashgan bo'lishi mumkin. Xo'p, keldik. Xudo xolasa Jizzaxdan 150 kilometrgacha dastlabki ustunovkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Qolgan viloyatlarga, qolgan joyda, ya'ni 150 kilometrdan keyin dastlabki ustunovkasiga ozroqgina pul hisob-kitobi qo'shiladi. Shuni hisobga inobatga olib qo'yasizlar. Xo'sh, bugungi manzilni tushuntirib o'tdik. Endi xonaga tushishini qarang. Mana bu xonaga kirib kelish. Tremosini bu yoqqa joylashtirib berdik. Shkafni yoqqa qo'ydik, spalnisini bu yoqqa qo'ydik. Voy, xonani qaranglar. Pardalar bo'lgan, gilamlarda akam solganlar. Tremoni berga qo'ydik. Tremodan ketdik birato'la. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi, hisobga qo'yib qo'yasizlar. Balandligi akalar 180, 185. Mana bo'yim o'zi 180, undan ham baland bu. Balandligini aytdik. Uzunasiga 140 bo'ladi. Plus-minus 1-2 sm bo'lishi mumkin. Ana sizga ichlari. Yo'farasi, oshomoshlari originalidan. Ruchkachasini ham originaldan qo'yganmiz. Hamma narsasini akam, ukajon, menga pulini qizig'i yo'q. Zo'ridan qilib ber, eg'ini Xudo xolasa pulni kelishaveramiz deyishgan. Qanday taraslar asta o'zi yopib ketadiganmi? Xo'p, ikkita tortmacha, ikkita eshikcha o'tiradigan stulchigi bo'ladi обязательно. Mebelimiz 100% laminatdanligini aytdik. Mana bu tarafida svetilnigi bo'ladi, 220 tokka o'zlari ulashadi. Xudo xolasa bu yerga yonib turaveradi nasib bo'lsa. Endi nimani ko'rsatay sizga? Xo'p, xonani umumiy holatini aytdik. Pardalarda ilishgan, patologlar qilishgan. Shkafga o'tamiz endi. Shkaf uzunasiga 250 bo'ladi, balandligi 208, 210 sm bo'ladi. Plus-minus 1-2 sm bu ham bo'lishi mumkin. Ruchkalari mana shu donasi 50 ming, 55 ming turadi примерно. Ruchkalari ham aytganimizdek original. Eshitdingizmi? Haqiqiy temir. Mana bunisini qarang. Oynalarni ko'ryapsizmi? Oynalarga chaqlangan ular. Endi mana bir artishga to'g'risi iloji yo'qda, bizda vaqtimiz yo'q. Xo'p, laminatligini aytaymi bilamiz. Yana nimasini ko'rsatay sizga? Bu tarafda shapka polkamiz, kiyim ilish uchun vishelkamiz bor. Pastida yana bitta polkamiz bor. Mebelimizni ana sizga ichlari. Ichlari 50 sm bo'ladi. Mebelimiz 100% laminatdan, zilari plastmas, pulxi bilan. Eshiklari ham mana davchi mexanizmdan. O'rtasi kiyim taxlashga bo'ladi mana sizga. Ko'rdingizmi? Kiyim taxlashga bitta sevchasi Xudo xolasa sizga bonusga qilib beramiz nasib bo'lsa. Oynalarimizga aytganimizdek mana charxlanganligini aytib o'tdik. Hamma oynalarimizga ana shunday holatda charxlangan bo'ladi. Ana sizga ichlari. Xo'p, bu taraflarga o'tamiz. Bu taraf kuyov akamizning joylari, ya'ni kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. O'rtada polka, tipada yana kiyim iladigan vishelkamiz bo'ladi. Ranglardan so'rasangiz, ranglardan tanlov bor. Tumbichkasi ikkita bo'ladi. Tumbichkalarni ham ko'ringlar. Ana kichkinagina narsa emas, anchagina katta eshiklarni yo'qolsangiz, bu ham vakuumli variant. Boyatganimiz svetelniklari bor, svetelniklarni o'zlari bemalol ulashib ishlatishaveradi. Qaranglar, o'zi komplektda mana bu narsasi yo'q bo'ladi, sofasi, ya'ni. Sofa отдельно hisob topiladi. Sofani o'ziga 400 ming, 450 minggacha rangiya bo'lishi mumkin. Ya'ni ham telefon qilsangiz kelishtirib qo'yamiz, xudo xolasa. Ana sofani ishlari. Ba'zilarda ko'rsangiz mana bu ichida stoykasi bo'lmaydi. Bizda stoykasi bor, yaxshi varianti demoqchimiz. Mana bunisi ham moyishni bo'lgan. Oladiganingizda iloji bo'lsa mana shuni moyishnisdan oling. Ozroqgina pul qimmatroq bo'ladi, lekin mazza o'sha tasbih bemalol kirib qolsa artib yuvib ishlataverasizlar. Oyoqchalarini qarang. Buni ikki xili bo'ladi, qaranglar. Bunisi mana bunday ko'tarib olib qo'ysangiz bo'ladigan variant. Ko'rdingizmi buni? Ajraladi. Xoningiz tor bo'lib qolsa yoki boshqa narsa bo'lib qolsa, mana buni bunday qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. O'ziga ham oyog'iga olinadigan varianti ham bo'ladi. Spalnisini ko'rsatay. Spalnisi 2 o'ngga 170, yo'nlari yerga tegib turadi. Matrasi ortopedik matras. Matrasga 1 yildan 3 yilgacha garantiyasi bor. Bosh taraf aytganimizdek moyishni. Ranglaridan, xohlagan narsangizdan tanlov bor, muammosi yo'q. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilib qo'yasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustunovkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Telefon nomerlarini qoldirganmiz, bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Telefon nomerlarini eslatib o'tamiz. 91 kodi bilan 941 45 44. Telefon qilasiz.